Yo, o'sha Abdulla Qodiriyni ham mana shu yoshlik paytida yozgani ham Zaynab o'ldirib yuborganda. Ha. Bor, masalan, kumushga nisbatan muhabbati, boshqa ozgina buni semizroq qilib ko'rsatgani. Mayli, bu tomonga o'tmoqchi emasman, lekin men nazdimda Zaynab obrazi to'g'ri, o'tgan kunlarda baribir Otabek Kumush o'zi bosh rol. Buni hech kim inkor qilmaydi. Gap bu haqda emas-ku hozir. Ya'ni keyin asarga ko'proq ta'sir qilgan obraz sifatida men Zaynabni ko'raman. Chunki keyin Zaynabning o'limida ham, Zaynabning muhabbatida ham kutilmagan favqulodda o'zgarishlar bor-da. Masalan, o'sha Otabek 1 yildan keyin qaytib kelgandan keyin Zaynab hali ham qabristonda ekanligi, tunda keladi, tunda ham hali uxlamaganligi, uni muhabbatini ham ko'rsatadi. Paradokslarga to'la. Roman shunaqa bo'ladi endi o'zi. Ham uni qatlida keyin telba bo'lib qolishi bor va oxirida baribir Otabekni kutib turib, Otabekni shunchalik yaxshi ko'rganligidan Otabek xursand bo'lsin, bitta qarasin degan ma'noda kim bu desa Kumush deydi-da, misol. Shu u Kumushni yaxshi ko'rishini bilib turib, Kumush bo'lishini istaganligi va shuning uchun eng zo'r burilish, eng zo'r asarni yoritib tashlagan va asarni eng kulminatsion nuqtasiga olib chiqqan qahramon bu Zaynab deb bilaman. Men shu tomondan o'zimning versiyamni isbotlashga harakat qildim.